Assalomu alaykum. Kanalimiz podpischilari, tanzoylar, sog'lommi? Charchamayapsizmi? Xonadonlar tinchmi? Musofir deylar. Ishlayapsizlarmi? Charchamay. Endi obzor qilyapmiz stroykadan, qurilishdan. Gazabuloy mana. Gazabuloy boshladik, xudo xolasa. Buni ham bu gazabuloy ham reklama bo'lib qoladi. Mana chiqayotgan gipsabuloydan haligi penabuloy deb gipsabuloy chiqarishyapti-yu. O'shundan ko'ra yaxshiroq ekan bu. Sifati, qattiqligi, chidamligi bunga qaraganda yaxshiroq ekan. Mana to'rxona uy boshladik, oldi ayvonlari bilan. Hammom tualetlari ichida. Gazabuloyimiz mana ustakalarimiz olishyapti. Gazabuloyimiz yaqinroq joyga arzonroq chiqadi. Dastlabkasi uzoqroq joyga, shunday qimmatroq bilan o'zinglar bilasizlar. Mana oldi ayvonlari bilan turib chiroyli imorat boshladi, xudo xolasa. Bir qatoriga 120 ta ketyapti bir aylanishiga. To'rxona-yu 1 2 3 to'rxona-yu oldi ayvoni mana shu hammom tualeti bilan birga 120 ta ketyapti bir aylanasiga, bir qatoriga. Hozir mana shu yetib kelishi dastlabkasi ichida 17 mingdan keldi mana shu. Gazabuloylar mana. Kimga qiziq bo'lsa, ko'rib tomosha qilib aloqaga chiqaveradi. O'zi hali kabutarlar qo'yib yurganim uchun bunda ko'rgan odam bu yoqasiga ham o'tib ketdi-yu deyish mumkin. Kimga qiziq bo'lsa obzor qilib qo'yapmiz endi. Tayyor ishlab turibdi kanal. Masalan, musofir deylarmi? O'zbekiston yurganlarmi, qiziqqan odam bo'lsa aloqaga chiqaveradi. Endi kimgadir interesda. Urishimiz holatiga qarab, sharoitiga qarab uriladi. Ustaga hozir necha pul uryapsiz mashina ustaga hozir? 9 ming so'm. Urilyapti. Ya'ni buni ko'tarish ham bor-da, hali kimdir eshitib 9 ming nima qilishi mumkin. Sharoitiga qarab kelishsa, masalan, siz sharoitingiz bundan ko'ra yaxshiroq bo'lsa, masalan, oyog'i tagida yurish-turishi, qo'yishi boshqa bo'lsa, arzonroq bo'lishi mumkin. 9 ming so'mdan urilyapti yana. Mana shu abek. Xudo xolasa mana shu nechta ketishini aytaman yana endi. Kimdir matematika usta bo'lsa, bo'yi 287 ta. 20 santimetr chesma poyasi ham bor, mana regellari bor. Hisob kitobini chiqarib olaveradi. Mana shu abek mana. Yana qayta aytaman, hali penabuloydan, gipsabuloydan ko'ra mana shu yaxshi chiqibdi. Quruqligi ham hamma yo'q joyida ekan. Yo'qsa, ko'rib aloqaga chiqaverasizlar, xizmat bo'lsa ham qilaveramiz mana. Xudo xolasa. Yana bir syomka qilamiz, xudo xolasa. Nechta ketganini, necha metr ketdi, stesma poyezi, armaturasi qancha ketdi. Yana bir syomka qilamiz. Mana shu bola haqiqiy rollarda mana shu bola. Baquvvat bola. Joylar sog' bo'lsin, ishinglarga omad. Xudo xolasa ertaga shunday vaqtimiz bo'lsa, usta dam deydigan bo'lsa, Asaka bozoridan, Kabutar bozoridan obzor qilamiz, xudo xolasa. Joylar sog' bo'lsin, ishinglarga omad, charchamanglar. Hammamizni topganimizga Alloh baraka bersin, halol qilsin. Joylar sog' bo'lsin. O'ta chiroyli abek boshladik, xudo xolasa. O'qishlarni aytib ketay desam, buni biz urmagandik, so'kinlarni urib qo'yishgan ekan. Betonni biz quymaganmiz, quydirib qo'yishgan ekan. Bo'lsa hammasiga batafsil ma'lumot berib ketardim.
Sizlarga omad charchamanglar. Tan joylar sog' bo'lsin. Aloqada bo'laveringlar hamisha. Like'ni bosinglar, gumbalatib, podpiska bo'linglar.